Haftaning muhim yangiliklari bilan tanishtirishni boshlaymiz. Chorshanba kuni Millat qasrida Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti Kollektiv xavfsizlik kengashi va Shanxay hamkorligi tashkiloti davlat rahbarlari kengashining majlisida ishtirok etish uchun Tojikistonda bo'lgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov, Mudofaa vaziri Sergey Shoygu va Rossiya Federatsiyasi prezidenti administratsiyasi rahbari o'rinbosari Dmitriy Kozakni qabul qildi. Uchrashuvda Tojikiston va Rossiya o'rtasidagi strategik sheriklikning keng ko'lamli masalalari muhokama qilindi. Tomonlar mintaqaviy va xalqaro kun tartibidagi masalalarni, jumladan Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Shanxay hamkorligi tashkilotining yuqori darajadagi sammitlari masalalarini muhokama qilishdi. Uchrashuvda hamkorlikning barcha tegishli jihatlariga, jumladan harbiy va harbiy texnik sohalarga alohida e'tibor qaratildi. Suhbat chog'ida Afg'onistondagi hozirgi harbiy siyosiy vaziyat tomonlarning alohida e'tiboriga tushdi. Shu bilan birga tojik-afg'on chegarasidagi vaziyat yuzasidan fikr almashildi va tahdid hamda xavflarning oldini olish, shuningdek chegara himoyasini kuchaytirish maqsadida turli darajadagi aloqalarni davom ettirish zarur deb topildi. 15 sentyabr kuni Millat qasrida Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti Kollektiv xavfsizlik kengashi yig'ilishi va Shanxay hamkorligi tashkilotiga a'zo davlatlar kengashi rahbarlari majlisida ishtirok etish uchun Tojikistonga kelgan Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan uchrashdi. Uchrashuvda ikki mamlakat o'rtasidagi sheriklik va strategik aloqalarni rivojlantirish hamda kengaytirish, mintaqaviy va global muammolar masalalari muhokama qilindi. Davlat boshlig'i Emomali Rahmon Qozog'iston Respublikasi prezidentini Tojikistonga kelishi bilan qutladi va Tojikiston hamda Qozog'iston o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarning har tomonlama rivojlanganligidan mamnunligini bildirdi. Tomonlar savdo-iqtisodiy, sanoat, qishloq xo'jaligi, transport, harbiy va boshqa manfaatli sohalarda hamkorlikni rivojlantirish va kengaytirishga e'tibor qaratdilar. Uchrashuvda tomonlar Tojikistonda qo'shma korxonalar va ulgurji savdo markazlarini tashkil etish hamda keyingi maslahat uchrashuvini 2022-yilda Tojikistonda o'tkazish to'g'risida kelishib oldilar. Uchrashuv chog'ida mintaqaviy xavfsizlik masalalarini ko'rib chiqish chog'ida Afg'onistondagi harbiy siyosiy vaziyat, shuningdek mamlakat xalqi gumanitar halokat yoqasida turgan og'ir vaziyat muhokama qilindi. Mamlakat prezidenti Emomali Rahmon mazkur mamlakat muammolarini har tomonlama qamrab olish masalasida Tojikistonning yagona va barqaror pozitsiyasini yana bir bor ta'kidladi. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti Kollektiv xavfsizlik kengashi va Shanxay hamkorligi tashkiloti davlat rahbarlari kengashining majlisida ishtirok etish uchun Tojikistonga tashrif buyurgan Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bilan uchrashdi. Uchrashuv jarayonida Tojikiston va Belarus o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlik, mintaqaviy va xalqaro muammolarga oid masalalar ko'rib chiqildi. Uchrashuv boshida mamlakat prezidenti Emomali Rahmon Tojikiston va Belarus xalqlarini azaliy do'stlik va o'zaro hurmat an'analari birlashtirib turishini, birgalikdagi sa'y-u harakatlarimiz tufayli ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorliklar oxirgi yillarda sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilganini ta'kidladi. Uchrashuvda siyosiy, iqtisodiy, savdo, qishloq xo'jaligi, madaniy gumanitar sohalaridagi munosabatlar holati va istiqbollari hamda mintaqalar o'rtasidagi hamkorlik haqida fikr almashildi. O'zaro munosabatlarni kengaytirish bo'yicha savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha Tojikiston-Belarus hukumatlar aro komissiyasi faoliyatini faollashtirish zarur deb topildi.
davlatlar o'rtasidagi xalqaro maydonda hamkorlik masalalarini muhokama qilish chog'ida Afg'onistonning siyosiy va harbiy muammolariga alohida e'tibor qaratildi. Uchrashuvda tomonlarni qiziqtirgan boshqa masalalar ham muhokama qilindi. 16 sentyabr kuni Millat qasrida Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon Tojikistonda Shanxay hamkorligi tashkiloti sammitida ishtirok etayotgan Xitoy Xalq Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Van Yini qabul qildi. Uchrashuv chog'ida ular Tojikiston va Xitoy o'rtasidagi har tomonlama strategik sheriklik va mintaqaviy hamda xalqaro tashkilotlar doirasidagi ikki taraflama va ko'p qirrali hamkorlikni muhokama qilishdi. Tomonlar ikki mamlakat o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy, gumanitar, madaniy va xavfsizlik sohalaridagi hamkorlikning yuqori darajasidan mamnunligini bildirdilar va savdo, sanoat, energetika, qishloq xo'jaligi, transport sohasidagi aloqalarni yanada rivojlantirish va Tojikiston iqtisodiyotiga Xitoy sarmoyalarini jalb qilish yo'llarini muhokama qildilar. Qo'shni Afg'onistondagi og'ir siyosiy va harbiy vaziyatdan xavotir bildirildi. Afg'oniston bilan uzoq chegarasi, umumiy tili va umumiy tarixi bo'lgan Tojikiston bu mamlakat tarixiga befarq bo'la olmasligi ta'kidlandi. Tojikiston bu qo'shni mamlakatda mustahkam tinchlik va barqarorlikni o'rnatishga sodiq ekanligi ta'kidlandi. Payshanba kuni Millat qasrida Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon Tojikistonda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti Xavfsizlik kengashi majlisida qatnashayotgan Armaniston Respublikasi bosh vaziri Nikol Pashinyan bilan uchrashdi. Uchrashuv jarayonida ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlik holati va istiqbollari ko'rib chiqildi. Mamlakat prezidenti Emomali Rahmon Armaniston bosh vazirini qutladi va Tojikiston hamda Armaniston o'rtasidagi uzoq yillik munosabatlarni ikki mamlakat munosabatlarining izchil rivojlanishining muhim omili deb atadi. Uchrashuvda muhim siyosiy, savdo-iqtisodiy, sanoat va madaniy sohalarda ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlash va kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish va rag'batlantirish maqsadida ilgari imzolangan hamkorlik hujjatlarini amalga oshirish, iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiya ishini faollashtirish va shu asosda savdo forumlarini o'tkazish zarur deb topildi. Uchrashuv davomida tomonlar o'zaro manfaatli hamkorlikning boshqa muhim masalalari bo'yicha ham fikr almashdilar. Payshanba kuni Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon Shanxay hamkorligi tashkiloti davlat rahbarlari kengashining majlisida ishtirok etish uchun Tojikistonga kelgan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi. Samimiy uchrashuv jarayonida ikki tomonlama hamkorlik masalalari va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Tojikistonga rasmiy tashrifi chog'ida imzolangan bitimlarning bajarilishi ko'rib chiqildi. Davlat boshlig'i Emomali Rahmon O'zbekiston Respublikasi Prezidentini Tojikistonga kelishi bilan qutladi va Shavkat Mirziyoyevning Tojikiston hamda O'zbekiston o'rtasidagi o'zaro manfaatli strategik sheriklikni rivojlantirishdagi shaxsiy hissasini yuqori baholadi. Tomonlar Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi do'stona munosabatlar, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik kompleksining izchil rivojlanishi va kengayishidan mamnunligini bildirdilar. Siyosiy, savdo-iqtisodiy, harbiy va xavfsizlik sohasidagi hamkorlik masalalari ikki tomonlama uchrashuvning muhim mavzularidan biri bo'lib, davlat rahbarlari iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiya va Tojikistonda mintaqalararo investitsiya forumining samarali ishini alohida ta'kidladilar. Mintaqaviy xavfsizlik masalalarini muhokama qilish chog'ida qo'shni Afg'onistondagi og'ir siyosiy va harbiy vaziyat muhokama qilindi. Uchrashuvda tomonlarni qiziqtirgan boshqa bir qator muhim masalalar ham ko'rib chiqildi.
Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon Shanxay hamkorligi tashkiloti davlat rahbarlari kengashi sammitida ishtirok etayotgan Hindiston tashqi ishlar vaziri Subrahmanyam Jayshankarni qabul qildi. Uchrashuvda Tojikiston va Hindiston o'rtasidagi o'zaro siyosiy, iqtisodiy, savdo, energetika, investitsiya, harbiy va boshqa sohalardagi hamkorlikning hozirgi holati va istiqbollariga oid masalalarni muhokama etishdi. Mamlakat prezidenti Emomali Rahmon Tojikiston va Hindiston o'rtasidagi siyosiy aloqalar hamda ikki do'st mamlakat o'rtasidagi o'zaro ishonch darajasidan mamnunligini bildirdi. Uchrashuvda xalqaro terrorizm, ekstremizm, narkotrafik va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashda ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlash masalalari muhokama qilindi. Tomonlar shuningdek mintaqaviy va xalqaro tashkilot hamda birlashmalar, jumladan Shanxay hamkorligi tashkiloti, Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasidagi ikki tomonlama hamkorlik masalalarini muhokama qilishdi. Ular mintaqadagi xavfsizlik va barqarorlik, Afg'onistondagi xavotirli siyosiy va harbiy vaziyat haqida fikr almashdilar. Qayd qilinishicha, Tojikiston bu qo'shni mamlakatda tezroq tinchlik va barqarorlikni tiklash tarafdori. Uchrashuvda tomonlarni qiziqtirgan boshqa masalalar ham muhokama etildi. Kecha Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon Shanxay hamkorligi tashkiloti sammiti faxriy mehmoni bo'lgan Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov bilan uchrashdi. Uchrashuv chog'ida Tojikiston va Turkmaniston o'rtasidagi hamkorlik holati va istiqbollari ko'rib chiqildi. Mamlakat prezidenti Emomali Rahmon ikki tomonlama muzokaralarda erishilgan kelishuvlar, mamlakatlarimiz o'rtasidagi do'stona munosabatlar va hamkorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qilishini ta'kidladi. Uchrashuv chog'ida sanoat, qishloq xo'jaligi va transport istiqbolli sohalarida aloqalarni rivojlantirish, Tojikistonga yuk tashish uchun Turkmaniston dengiz portlaridan foydalanish hamda madaniy gumanitar sohalaridagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Mintaqaviy xavfsizlik masalalarini muhokama qilish chog'ida Afg'onistondagi siyosiy va harbiy vaziyat muhokama qilindi. Ikki mamlakat rahbarlari urushlar davom etayotgan mamlakatdagi mojaroni tez va tej yo'l bilan hal qilishga chaqirdi. Shuningdek, tomonlar jahon hamjamiyati va mintaqaning boshqa muammolari yuzasidan fikr almashdilar. Payshanba kuni Millat qasrida Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon raisligida Kollektiv xavfsizligi shartnomasi tashkiloti Kollektiv xavfsizligi kengashining majlisi boshlandi. Tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi, Tojikiston Respublikasi Prezidenti, Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti raisi Emomali Rahmon majlis ishtirokchilari Kollektiv xavfsizligi shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarini samimiy qutladi. Majlis ichida Kollektiv xavfsizligi shartnomasi tashkiloti Kollektiv xavfsizligi kengashi raisi, Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon, Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko, Qozog'iston prezidenti Qosimjomart To'qayev, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov, Kollektiv xavfsizligi shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Stanislav Zast ishtirok etishdi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin uchrashuvda virtual shaklda qatnashdi. Suratga olish tadbiridan so'ng Kollektiv xavfsizligi shartnomasi tashkiloti Kollektiv xavfsizlik kengashi yig'ilishi a'zo davlatlar rahbarlari ishtirokida cheklangan tartibda, so'ngra keng doiradagi delegatsiyalar a'zolari ishtirokida davom etdi. Uchrashuvda xalqaro va mintaqaviy xavfsizlik masalalari, Kollektiv xavfsizligi shartnomasi asosiy natijalari, Kollektiv xavfsizligi shartnomasi tashkiloti qarorlarini bajarish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi va Tojikiston Respublikasi tomonidan taklif qilingan ustuvor vazifalarni amalga oshirish, shuningdek Afg'onistondagi murakkab vaziyatga oid masalalar muhokama etildi. 2022-yilda Kollektiv xavfsizligi shartnomasi tashkilotiga raislik Armaniston tomoniga o'tadi.
Armaniston Respublikasi bosh vaziri Nikol Pashinyan va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Stanislav Zas ma'ruza qilishdi va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti raisligining ustuvor vazifalarini muhokama etishdi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kollektiv xavfsizlik kengashi yig'ilishi yakunidagi masalalar ko'rib chiqilganidan so'ng kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kollektiv xavfsizlik kengashining deklaratsiyasi va jami 14 ta hujjat imzolandi. Imzolash tadbiridan so'ng kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Stanislav Zas mahalliy va xorijiy jurnalistlarning keng doirasi uchun matbuot anjumani o'tkazdi. Kecha Shanxay hamkorligi tashkiloti va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining navbatdagi oliy darajadagi sammitlari o'tkazilishi munosabati bilan Dushanbe shahri jahon hamjamiyatining diqqat markaziga aylandi. Chunki bu tashkilotlar samarali faoliyati davomida jahon siyosatining nufuzli institutlariga aylandi. Shanxay hamkorligi tashkiloti davlat rahbarlari kengashining oliy darajadagi sammitlar yig'ilishida ishtirok etish uchun tashkilotga a'zo davlatlar rahbarlari Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon, Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosimjomart To'qayev, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Pokiston Islom Respublikasi bosh vaziri Imron Xon, Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Sadir Japarov, shuningdek Rossiya Federatsiyasi, Xitoy Xalq Respublikasi va Hindiston Respublikasi namoyandalari Navruz qasriga tashrif buyurishdi. Ularga kuzatuvchi davlatlar rahbarlari, faxriy mehmonlar va mintaqaviy hamda xalqaro tashkilotlarning yuqori lavozimli vakillari, Shanxay hamkorligi tashkiloti doimiy tizimlari, jumladan Belarus Respublikasi prezidenti Aleksandr Lukashenko, Eron Islom Respublikasi prezidenti Said Ibrohim Raisi, Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov, Shanxay hamkorligi tashkiloti bosh kotibi Vladimir Norov, Mo'g'uliston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Sianbuyan Amarsayxon, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi o'rinbosari Natalya German, Shanxay hamkorligi tashkiloti mintaqaviy aksilterror tizimi ijroiya komiteti direktori Jummaxon G'iyosov, Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi hay'ati raisi, Osiyoda o'zaro hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha yig'ilish kotibiyatining ijrochi direktori, ijroiya komiteti raisi, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi ijrochi kotibi, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti jamoaviy xavfsizlik bo'yicha bosh kotibi, iqtisodiy hamkorlik tashkiloti bosh kotibi va boshqalar qo'shilishdi. Sammit Tojikiston madaniyatli xalqining me'moriy va dekorativ san'ati mo'jizasi sifatida e'tirof etilgan Navruz qasri binosida bo'lib o'tdi. Shanxay hamkorligi tashkilotining yana bir yuqori darajali tadbiri Navruz qasrining Didor zalida Tojikiston davlat boshlig'i Emomali Rahmon tomonidan yuqori martabali mehmonlarni qabul qilish bilan boshlandi. Uchrashuv boshlanishi oldidan tashkilotga a'zo 8 davlat rahbarlari, oliy martabali a'zolari Arjang zalida esdalik uchun suratga tushishdi. Arjang zali tosh ustunlari bilan har xil yarim qimmatbaho va bezakli toshlar bilan bezatilgan. Masalan, lapis lazuli, onyx, ofit, granit, marmar va boshqalar. Shanxay hamkorligi tashkilotining yuqori darajadagi navbatdagi sammitida mintaqaviy va xalqaro xavfsizlik, terrorizmga qarshi faoliyatni muvofiqlashtirish, kuzatuvchi davlatlar bilan hamkorlikni mustahkamlash, shuningdek boshqa muhim masalalar muhokama qilindi. Bu uchrashuv gumbazning o'rtasida 36 metr balandlikdagi va ko'zguda qoliplar bilan bezatilgan Zarandut nomli katta oq zalida bo'lib o'tdi. Mamlakat prezidenti Emomali Rahmon a'zo davlatlarning barcha rahbarlari va kuzatuvchilarini, faxriy mehmonlarini, mintaqaviy hamda xalqaro tashkilotlar vakillarini Tojikistonga kelishi bilan qutladi.
Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon boshchiligidagi oliy darajadagi sammitda mezbon davlat rahbari va Shanxay hamkorligi tashkilotiga a'zo boshqa davlatlar rahbarlari ishtirok etishdi. Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin, Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin, Hindiston bosh vaziri Narendra Modi va Mo'g'uliston prezidenti Uxnagin Xurelsuh onlayn rejimida ishtirok etishdi. Mo'g'uliston prezidenti Uxnagin Xurelsuh va Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres Shanxay hamkorligi tashkiloti tashkil etilgani 20 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan yubiley yig'ilishi ishtirokchilariga video yozuv bilan murojaat qilishdi. Sammit natijasida 30 ta hujjatdan iborat katta hujjatlar to'plami imzolandi. Jumladan, Shanxay hamkorligi tashkiloti 20 yilligiga bag'ishlangan Dushanbe deklaratsiyasi, Shanxay hamkorligi tashkiloti davlat rahbarlari kengashi majlisi tugagach, Shanxay hamkorligi tashkiloti tarixida birinchi marta Tojikiston taklifi bilan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan tashkilot madhiyasi eshitildi. Navruz qasrining Zarandud zalida Shanxay hamkorligi tashkiloti davlat rahbarlari kengashi majlisi tugagandan so'ng Tojikiston Respublikasining kollektiv xavfsizligi shartnomasi tashkiloti va Shanxay hamkorligi tashkilotiga raisligi hamda tashabbusi tufayli Afg'oniston bo'yicha Shanxay hamkorligi tashkiloti va kollektiv xavfsizligi shartnomasi tashkiloti davlatlari rahbarlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Birinchidan, mamlakat prezidenti Emomali Rahmon so'zga chiqib, davlat rahbarlari va jahon hamjamiyati e'tiborini Afg'onistondagi fojiali voqealarga qaratdi. Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosimjomart To'qayev, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Pokiston Islom Respublikasi bosh vaziri Imron Xon, Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Sadir Japarov, Belarus Respublikasi prezidenti Aleksandr Lukashenko, Armaniston Respublikasi bosh vaziri Nikol Pashinyan Afg'oniston muammolari bo'yicha ma'ruza qilishdi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin, Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin, Hindiston bosh vaziri Narendra Modi, Shanxay hamkorligi tashkiloti va kollektiv xavfsizligi shartnomasi tashkiloti davlatlari rahbarlarining Afg'oniston bo'yicha yig'ilishida onlayn formatida ishtirok etdi va so'zga chiqishdi. Shanxay hamkorligi tashkiloti davlat rahbarlari kengashining yig'ilishi va Shanxay hamkorligi tashkiloti hamda kollektiv xavfsizligi shartnomasi tashkiloti davlat rahbarlarining Afg'oniston bo'yicha yig'ilishidan keyingi yuqori darajadagi sammitlar tugagandan so'ng Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon ommaviy axborot vositalari vakillari uchun matbuot anjumani o'tkazdi. Tojikiston Respublikasi raisligida Dushanbeda Tashqi ishlar vazirlari kengashi, Mudofaa vazirlari kengashi va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti xavfsizlik kengashlari kotiblari qo'mitasining qo'shma yig'ilishi bo'lib o'tdi. Qo'shma majlisda kollektiv xavfsizligi shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlarning yuqori martabali vakillari, Tojikiston Respublikasidan Tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin, Mudofaa vaziri Sherali Mirzo va xavfsizlik kengashi kotibi Nasrullo Mahmudzoda, Armaniston Respublikasidan xavfsizlik kengashi kotibi Armin Grigoryan, Belarus Respublikasidan Tashqi ishlar vaziri Vladimir Matki, Mudofaa vaziri Viktor Xernin va davlat kotibi Aleksandr Wolfovich, Qozog'iston Respublikasidan bosh vazir o'rinbosari Tashqi ishlar vaziri Muxtar Tiluberdi, Mudofaa vaziri Murat Bektanov va prezident yordamchisi xavfsizlik kengashi kotibi Aset Isekishev, Qirg'iziston Respublikasidan Tashqi ishlar vaziri Ruslan Kazakbayev, Mudofaa vaziri Tailbek Amurlayev va xavfsizlik kengashi kotibi Marat Imanqulov, Rossiya Federatsiyasidan Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov, Mudofaa vaziri Sergey Shoygu va xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushev, doimiy ishchi organlar nomidan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Stanslav Zas va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qo'shma shtati boshlig'i Anatoliy Sidorov ishtirok etishdi. Qo'shma yig'ilish kun tartibiga ko'ra a'zo davlatlar Markaziy Osiyo, Sharqiy Yevropa va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kollektiv xavfsizligidagi harbiy siyosiy vaziyat va sessiyalar aro davrdagi tashkilot faoliyati yuzasidan fikr almashdilar. Bosh kotib Stanislav Zas kollektiv xavfsizlik shartnomasi
tashkilotining tojik-afg'on chegarasini mustahkamlash bo'yicha davlatlararo maqsadli dasturi loyihasi va Armaniston tashqi ishlar vaziri Ararat Mirzoyanning Armaniston tashkilotiga raislik qilishning ustuvor yo'nalishlari haqida ma'lumot berdi. Umuman delegatsiya rahbarlari kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kollektiv xavfsizlik kengashi deklaratsiyasi loyihasi bo'yicha kelishib oldilar va bir qator bayonotlarni, shu jumladan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlarning Afg'onistondagi vaziyatga oid qo'shma bayonotini chiqardilar. Tashqi ishlar vazirlari Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadagi inqirozni hal qilish bo'yicha birgalikda sa'y-harakatlar to'g'risida va tashqi ishlar vazirlari Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomining tamoyillariga sodiqligini tasdiqlash va hamkorlikni mustahkamlash to'g'risidagi qo'shma bayonotni qabul qilishdi. Qo'shma sessiya natijalariga ko'ra, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar o'rtasida biologik xavfsizlik masalalari bo'yicha hamkorlikni kengaytirish va qurolli kuchlar uchun harbiy kadrlarni birgalikda tayyorlash tizimini takomillashtirishga qaratilgan 20 ga yaqin qaror qabul qilindi. Kollektiv xavfsizlik kengashining kollektiv xavfsizligi shartnomasi tashkiloti bosh kotibining tinchlikni saqlash bo'yicha maxsus vakili to'g'risidagi qarori ham qabul qilindi. Uchrashuv davomida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo har bir davlatning tenglik, uzluksizlik, o'zaro tushunish va fikrlariga hurmat tamoyillari bo'yicha Tojikiston raisligining izchil amalga oshirilishi yuqori baholandi. Tashqi ishlar vazirlari kengashi, Mudofaa vazirlari kengashi va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti xavfsizlik kengashi kotiblari komitetining navbatdagi yig'ilishlarini 2022 yilning birinchi yarmida Armanistonda o'tkazishga qaror qilindi.